Burundan yaxshi nafas olmasdan burunga dori sepadigan bemorlarning soni juda ham ko'p. Mana shu bemorlarga yechim sifatida ko'pincha operatsiya qilib burunni davolash tavsiya etiladi. Lekin qanchadir vaqt o'tgandan keyin mana shu operatsiya qildirilgan bemorlar yana qaytadan shu spreyga qaram bo'lib qoladi. Nima uchun? Bu operatsiya muvaffaqiyatsiz o'tganligini belgisimi yoki bo'lmasa bu qilingan muolaja, ya'ni operatsiya bir necha yilga yetdi xolosmi? Mana shu haqida bugun gaplashamiz. Ko'pincha burun ochuvchi spreylarga nisbatan agar uni 1 hafta 10 kundan ko'p ishlatadigan bo'linsa, mana shu sprey o'ziga qaramlikni chaqiradi. Ya'ni shu bemor qaramlikka uchraydi va shu spreyni ishlatmasa burni erkin nafas olmaydi, ya'ni yaxshi ochilmaydi. Mana bu bilan tabriklashimiz mumkin. Bemorimiz bitta kasaldan, ya'ni bitta muammodan qutulaman deb ikkinchi muammoga tutildi. Ana endi bu holatdan qanaqa chiqarish mumkin? Agarda burunda, to'sig'ida qiyshayish juda ham kuchli bo'lmasa va mana shu vaqt, ya'ni bemorni sprey sepib yuradigan vaqti bir necha yildan biri uzoq muddatli bo'lmasa, buni davolash dorilar bilan amalga oshiriladi. Ya'ni bemalol burun ochuvchi spreylarga qaramlikni dori-darmon bilan davolash mumkin. Va asosan mana shu yo'l tutilinadi bemorlarda. Ya'ni ko'pincha dorilarga qaram bo'lgan bemorlarda, ya'ni burun ochuvchi spreylarga qaram bo'lgan bemorlarda dori-darmon bilan davolash juda ham yaxshi samara beradi. Lekin agarda bu vaqt bir necha yildan oshib ketgan bo'lsa yoki bo'lmasa qo'shimcha burun to'sig'ini qiyshayishi yoki bo'lmasa polip, har xil shunga o'xshagan o'zgarishga uchragan burun yo'llari bo'ladigan bo'lsa, buni faqat operatsiya bilan davolash mumkin. Operatsiya qildirdi, bir necha yil bemor yaxshi yurdi. Yana nima uchun mana shu spreyga qaramlik rivojlandi? Bemor vaqti bilan tumov bo'lib burundan shamollaganda ana o'sha yaxshi burundan nafas olish paytini qo'msab qoladi. Va bu bemorda oldingi eski tajribasi bor. Ya'ni burun ochuvchi spreylarni olib ishlatishi mumkin. Vrach nazoratisiz. Va bu palapartish mana shu spreylarni ishlatish natijasida bemorda ikkinchi marta mana shu spreylarga qaramlik holati rivojlanadi. Va bemor o'zini mana shu spreylar bilan yana komfort holatda seza boshlaydi. Va mana shu holat doimiy takrorlangandan keyin ikkinchi marta yana bemor mana shu spreylarga o'rganib qoladi. Bundan qutulishni yechimi juda ham oddiy. Buni davolovchi spreylarga almashtirish kerak. Davolovchi spreylarning kamchiligi burunni ochmaydi. Faqatgina davolaydi. Mana shu holatda 1 hafta 10 kun ichida uzog'i bilan bemorlar ozgina sabrli bo'lib, mana shu burun ochuvchi spreylarni kamroq ishlatadigan bo'lsa, bu ikkinchi marta rivojlangan qaramlikdan ham bemalol chiqib ketishi mumkin. Endi mumkin, to'g'ri, operatsiyadan keyin ba'zida nechtadir operatsiyadan bittasi muvaffaqiyatsiz chiqib qolishi mumkin. Bu bir. Mana shu bemorda allergik protses kuchayib, mana shu pastki chig'anoqlar, plastika qilingan pastki chig'anoqlar yanada hajmi kattalashib, operatsiyadan keyin xuddi oldingi holatga yana kattalashib qaytib olishi mumkin. Bu 2. Va undan tashqari har xil burunda polip to'qimasi yoki kista, mana shunga o'xshagan holatlar qaytadan rivojlanib qolishi mumkin. Bunaqa kistoz yoki polipoz, sinusit bilan kasallangan bemorlarda operatsiyadan keyin ham kasallikni qaytalanib qolish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Shuning uchun har doim operatsiya qilingan bemorlarga aytamiz, agarda bularda allergik protses kuchli bo'ladigan bo'lsa, hech narsa bezovta qilmasa ham 1 yilda 2 marta lor ko'rigini o'tashi shart. Ya'ni profilaktika maqsadida. Agar shu ishlar vaqtida olib borilsa, bemor umrini oxirigacha shu burun nafas olish muammolaridan saqlangan bo'ladi yoki bo'lmasa kerakli paytda kerakli muolajani qilishga ulguradi. Agar shu vaqt o'tib ketadigan bo'lsa,
va bemor o'zini yaxshi his qilib faqatgina kasallangan paytida keladigan bo'lsa, bu holatda ba'zan davolash operatsiyagacha, yana qayta ikkinchi operatsiyagacha borishi mumkin. Mana shu holatlardan ehtiyot bo'lish uchun asosan biz bemorlarga profilaktikani ko'proq tushuntiramiz. Ana endi yana bitta holatda bu yerda tushunish kerak. Agar bemorlar burun operatsiyasini o'tkazdi, burun to'sig'ini to'g'irlatdi, o'sha pastki chig'anoqlarini korreksiya qildi, konxoplastika deyiladi. Shu amaliyotdan keyin ham nafas olish qanchadir vaqtdan keyin yanada qiyinlashib qoldi. O'rtada 1 yil, 2 yil yoki 5 yil yaxshi nafas olib yurib, yana vaqt o'tgandan keyin burun bitish holatlari uchrab qoldi. Nima uchun? Burunni bitishiga, ya'ni yaxshi nafas olmasligiga sababchi bo'ladigan 20 dan ortiq burun kasalliklari bor. Bemorlarimiz faqat bitta narsani sezadi, burundan yaxshi nafas ololmayotganligini. Lekin u yerda qaysi muammo hisobiga burunni bitishi paydo bo'lganligini e'tiborga olinmaydi. Mana shu holatni ham o'sha eski operatsiyaga bog'lashligi juda ham to'g'ri emas. Ya'ni oldingi qilingan operatsiya hammasi normada, burun to'siqlari tekis, pastki chig'anoqlari o'z shaklida va hajmi kattalashmagan bo'lib turib, burundan har xil polipoz to'qimalar yoki bo'lmasa shu o'smaga o'xshagan to'qima yoki bo'lmasa burun toshlari, rinolitlar deyiladi yoki bo'lmasa osteoma yoki shunga o'xshagan kasalliklar rivojlanishi hisobiga burun bitish holatlari yana paydo bo'lishi mumkin. Mana shu holatlarda to'g'ri diagnostika qilib, kasallikka to'g'ri yechimni faqatgina lor vrachi beradi. Shu paytda ayniqsa bemorlarga tavsiya etmaymiz burun ochuvchi spreylardan palapartish foydalanishni. Mana shu foydalanishni boshlashda keyingi muammoga aniq tutilishadi. Agar sizda burun bilan, ya'ni nafas olish bilan bog'liq turli xil muammolar haligacha kuzatilmayotgan bo'lsa, burun ochuvchi spreylarni ishlatishingiz bu sizga yechim emas. O'z vaqtida lorga murojaat qilib, mana shu spreylardan birinchi navbatda qutulib ketishingiz mumkin va ikkinchi navbatda burningiz shu spreylarsiz ham erkin nafas olishi mumkin. Operatsiya qilinadigan holatlar juda ham kam, 3-5% holatlardagina xolos. Qolgan 95% holatlardan ko'p bemorlarda hamma muolajalar dori-darmon bilan amalga oshiriladi va operatsiyasiz davolanish tavsiya etiladi. Ana endi siz qaysi turiga kirasiz, uni ko'rikdan keyin faqatgina ma'lum bo'ladi. Shuning uchun o'zingizni malakali lor shifokoriga ko'rsating. Videodagi ma'lumotlar sizga agar foydali bo'ladigan bo'lsa, videoga like bosing va burni bitib doimo sprey sepib yuradigan bemorlarga jo'natib qo'ying.